Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana 2010-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilda labo yasab bitirdik. Mana holatlar ideal, o'ta go'zal sostoyanida. Mana ichlarni mana ko'rib olishingiz mumkin. Mana tom shipkalari, salonlari. Taglarini ham 8x4 profildan o'ta chiroyli qilib ishlashdi. Mana ustakilarimiz ham anjollar hisobisi. Ramalarni ham qo'shimcha mana 8x6 profillardan baquvvat qilib qo'shib, shu oxirigacha borgizishgan ustakilarimiz. Mana sanduqchalarni ko'rishingiz mumkin. Keyin taglar profildan, mana konteynerdan emas, mana tekstlist, birorta bir suvarga bo'lmagan. Mana kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 17 million so'mdan dokumentlari o'zlaridan qilib, borti, boshdagi bagajlari ishlab chiqarayotgan ustakilarimizdan sovg'a qilib berisharkan. Ustagamiz nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon bilan aloqa